Obunachilar, mana bugun biz 20 kishilik stol ustunlarimizni kech bo'lishiga qaramay Farg'ona viloyati Rishton tumani Jahonobod murfayiga olib keldik. 20 kishilik uy 10 metrli ekan. Xon taxtasining razmeri 5,5 ga 1,20. 4 ta tumba oyoqlari bor. Xon taxta vazifasini ishlatsa bo'laveradigan komplektimiz. Stullari yong'oqga boshqa yasalgan. Qoplama posonda. Orqalar pardalarga moslab toshlar bilan ilib qo'yganmiz. Bu komplektimiz 11 million so'mga tayyorlab berdik. 11 million so'mga arziydimi, arzimaydimi? O'zingizlar fikringlar bir qator kommentariyada qoldirib o'tib ketasizlar. Manzilimizni eslatib o'tamiz. Manzilimiz Andijon viloyati Oltinko'l tumani Ijtimoiy mahallasida joylashgan. Savdo qiladigan joyimiz Andijon Mebel Jahon bozori. O'zbekiston barcha viloyatlar, qo'shni Qirg'iziston Respublikasining O'sh, Qorasuv, Tojikiston Respublikasiga dastavka xizmatlarimiz bor. Andijon viloyati vodiy bo'ylab Ramazon oyiga dastavkamiz besplatniy qilamiz. Boshqa viloyatlarga kelishilgan holda pitaydan chiqarib yuboramiz. E'tiborlar uchun kattakon rahmat.